hozirgi kunda adashmasam MyGo.uz'da nima bor deb emas, MyGo.uz'da nima yo'q deb so'rasa qiziqroq bo'ladi. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda 600 dan ortiq ma'lumotlar olish mumkin ekan hozir shu xizmat orqali. Bir vaqtlar xorijda shunaqa hamma ma'lumotlarda nima hujjat kerak bo'lsa, kompyuterda shuncha o'tirgan joyda olish mumkin desa, biz hayron qolardik, ishonmasdik. Mana o'zimizda ham o'shandan ortig'i bilan qilinyapti. Asosan men ikkinchi faoliyatim bor, biznesim bu ko'chmas mulk bilan shug'ullanaman. O'shani juda ko'p ma'lumotnomalarni shu yerdan olish mumkinligini bilganimdan beri shu xizmatdan foydalanib kelaman. Bir vaqtlar bitta notariusga kirib ishimizni bitirish uchun bir hafta realni kamida hujjat ko'tarib, papka ko'tarib yugurardim. Hozir masalan uzog'i 1 soatda ishimiz bitib chiqib ketyapti. Juda ham ajoyib. Adashmasam 2-3 yil bo'lib qoldi. Portaldan faol foydalanuvchi hisoblanaman. Bitta tashkilotda loyiha bo'yicha ish qilayotgan edik. Menga zudlik bilan INN raqamini tashlab bering deyishdi va soniya ichida tekinga bepul bu xizmatdan foydalandim. Oldinlari men eslayman, o'sha yangi ishga kirganimda INN ochtirish va keyin boshqa ishxonaga INN qog'ozimni olib borish uchun uni kopiyasini saqlab qolmagan ekanman. Yana o'sha soliq idorasiga borib yurganimni esladim shu paytda. Endi men tushunaman, MyGo.uz ancha himoyalangan, chunki u yerda insonni o'ta faqat o'ziga tegishli bo'lgan shaxsiy informatsiyalar saqlanadi. Kredit tarixi, shaxsga doir muhim ma'lumotlari, bularni o'sha saqlanishi uchun ham qiyinroq bosqichdan ro'yxatdan o'tiladi. Ko'pchilik shu ro'yxatga o'tish jarayoni biroz murakkabroq ekanligini gapiradi, lekin unchalik ham murakkab emas. Men istardimki, o'sha MyGo.uz har bitta xonadonga kirib borsin, xonadonni o'sha yosh kattalari ham foydalanishni o'rgansin. Hamma sohalarning ichida jurnalistikada faoliyat ko'rsatadigan odamlar bu ayniqsa yangiliklarni, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini eng ko'p qo'llaydigan kasb egalari deb hisoblayman. Shu nuqtai nazardan MyGo.uz xizmatlar portali ochilgandan buyon uni muntazam foydalanib kelayotgan insonlardan biri deb hisoblayman o'zimni va yildan yilga mana shu xizmatlarning soni, ko'lami kengayib borayotgani albatta xursand qiladi. Eng birinchi to'qnash kelganim MyGo.uz portaliga bu bolalarimni bog'chaga navbatga qo'yish bilan bog'liq holatda duch kelganman. Biz uchun ofisda turib ishlaydigan odamlar uchun borib qayerdadir navbatda turib, qaysidir ishni bitkazishdan ko'ra tinchgina kompyuterda o'tirib ish bitkazgan bu har tomonlama qulay. MyGo.uz platformasidan foydalanish boshlaganimga adashmasam 4-5 yil bo'lib qoldi. Bu platformani bemalol raqamlashtirishga namuna qilib ko'rsatsa bo'ladi, chunki o'zim juda ko'p ishim tushgan va juda qulayligi bilan o'zimga ham yoqqan va yodimda ham qolgan. Chunki o'sha idorasiga bormasdan uyda o'tirib yoki ishxonada o'tirib bemalol istalgan ma'lumotni yoki ishni bitirish mumkin. Masalan, o'zim elektron raqamli imzoni uyda o'tirib olganman. MyGo.uz haqida kasbimiz nuqtai nazaridan xabardor bo'lganmiz. O'sha boshlagandan, hukumat miqyosida shu tashabbus ko'tarilib ish boshlangandan xabarimiz bo'lgan. Foydalanishni boshlaganimda shaxsan o'zim ancha nima desam ekan, konservativ odamman. O'zim jurnalist bo'lsam ham borib o'sha idoralarga borib ishimni bitirib yurganman. Lekin keyinchalik o'g'limni bog'chaga joylash kerak bo'lganda foydalandim bu xizmatdan birinchi marta va juda yoqdi menga. Uydan turib telefonning o'zidan ishni bemalol bitirib qo'yishingiz mumkin. Menga eng yoqqan jihati bu tizim milliy to'lov tizimlariga integratsiya qilingani bo'ldi. Menga yana eng yoqadigani kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan hamma xizmatlarni borligi. Yaqinda avtomobilimga tonirovka xizmatini yoqtirdim. Endi bu issiq kunlarda bor, navbat kut, uni to'la, oldin ariza to'ldir, keyin kassada tur. Yo'q, odamlarning ishini 2 barobarga emas, balki 10-20 barobarga osonlashtiryapti desak, menimcha to'g'riroq bo'ladi. Ko'p masalalarda yordamchi. Juda ham hayron qolaman, odamlar oddiygina to'lovlar uchun yoki oddiygina ma'lumotnomalarni olish uchun idoralarda navbatga turishadi. Men ko'pincha hamma xizmatni onlayn yo'qmikan degan savolni birinchi beraman va buni shu qidiruv tizimi orqali tekshirib, agar bu elektron hukumat ichida MyGo.uz ichida bo'ladigan bo'lsa, OneID orqali kiraman. Shu yerda bo'lsa o'shandan foydalanaman. Har tomonlama vaqtingni, asabingni asraydi, xarajatlaringni qisqartiradi. Shaffof usul bu.
kimgadir borib kimnidir qosh qovog'iga qarab o'tirmaysiz. Siz ham istalgan vaqtda va istalgan joyda ana shunday keng imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bugunoq may.go.uz portalida ro'yxatdan o'tishni unutmang. may.go.uz haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.